Yosh o'tgan sari to'qimalar kuchsizlanadi. Inson tanasini ushlab turuvchi disk va suyaklar mo'rtlashib ketadi. Qolaversa, kollagen ishlab chiqarish funksiyasi sekinlashadi. Kollagen aslida nima? Ichki va tashqi organizmni yoshartirib beruvchi hisoblanadi. Masalan, teri tarangligi, tirnoqlar va suyaklarni mustahkamligi, ayniqsa sochlarni baquvvatligi. Ko'pchilik kollageni tarkibida nima borligini bilmasdan oladi. Faberlic kompaniyasining kollageni esa mutlaqo halol. Tarkibida qizil lavlagi va mol suyagidan tayyorlangan tabiiy kollagen hisoblanadi. Bu ma'lumotlar orqali nafaqat suyak og'rig'idan qutulish, misol grija, tizza og'rig'i kabi organizmni yoshartirish va terini taranglashtiradi. Qo'llanilishi: nonushtadan 40 daqiqa oldin 1 stakan iliq suvga 100 mg suv. Yanayam ta'siri kuchli bo'lish uchun esa kefir yoki yogurtga tayyorlab iste'mol qilishingiz mumkin. Ichganda esa olchani ta'mini beradi. Homilador va emiziklilarga mumkin emas. 18 yoshdan boshlab tavsiya qilinadi.